yenguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, shod bo'ling, yenguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Bola edim hali sho'x, juda ham yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan. Endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. Mana siz bugun boshlang'ich sinfni tugadi, yuqori sinfga qadam qo'yish ostonasida. Yuqori sinfga o'tganda albatta tartibli, intizomli, odobli, bilimdon bolalar bo'lasiz degan umiddaman. Chunki men sizlarga 1-sinfdan to 4-sinfgacha tarbiya fanidan dars berdim. Albatta tarbiya fani bizga nimani o'rgatadigan ekan? Odobli, axloqli bo'lishni o'rgatadi. Demak, tartib, intizom birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Men sizlardan buni toki 11-sinfni bitirgunga qadar maktabning eng bilimdon, eng a'lochi, eng tarbiyali bolalari bo'lib qolishingizni tilakdoshiman. Bugungi bayramingiz barchangizga muborak bo'lsin. Yaxshi kelganlar. Hurmatli o'quvchilar, boshlang'ich sinfga kelgan vaqtimizda sizlardan eng quvonchli bayramlarimizdan ikkita bayramimiz bor. Birinchisi savodxonlik bayrami bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi xayr birinchi ustozim. Bugun endi savodxonlik bayramini o'tkazib bo'lganlarsizlar, 4-sinfga kelgandan keyin boshlang'ich sinf bilan xayrlashib, maktabning o'rta bosqichiga yo'l olasizlar. Ya'ni 5-7-sinf sinflar oralig'idagi o'qish o'rta bosqich deb ataladi. Boshlang'ich sinfda olgan bilimlaringizni shu o'rta bosqichda namoyon qilishingizda sizlarga yana qaytadan kuch-quvvat tilayman, sabr-bardosh tilayman. Mana sizlarga esdalik uchun Vignetkalar tayyorlandi. Mana men bevosita buni chiroyli qilib ishlashga harakat qildim. Mana ko'rasizlar, har kimning o'zining bilimiga yarasha har kim o'zining vignetkasidan birinchi o'rinni olganlar. Mana bu o'zlaringizga esdalik uchun tushgan rasmlaringiz mana. Chiroyli qilib ishlandi. Buni albatta umringiz davomida mana esdalik uchun ko'rib o'tirasizlar. Bu nimamiz esdalik bo'lib qoladi sizga. Chunki biz 1-sinfda emas, 4-boshlang'ichni bitirish arafasidamiz. Hozir ustozimiz buni mamnuniyat bilan sizlarga birin-birin chaqiradilar, chaqirib topshiradilar. So'nggi bor bu yo'laklaringdan yurib, yodga oldim o'tgan bir necha yillar. Biroz bo'lsa-da shu damlarga qaytib, his qildim men o'sha beg'uborlikdan. Qalbim
qaytarishga yetganda kuchim mani. Boshidan boshlasam yetardimmi qadringga sani. Ming bor afsus, o'zgarmas hech narsa aslo. Endi chiqadi yuragim ovozib pastroq. Qalbimda hayajon bunday tuyg'u birinchi bor. Mani maktabim o'tmadi sanda hayot bekor. Va'da beraman o'rgatganing esimda qoladi. Lekin senga qaytmasligim menga alam qiladi. Xayr maktab yillari, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon, chorlamoqda hayot yo'llari. Xayr maktab yillari, senda qoldi sho'xliklarim, oq yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bag'rida ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.
quvonchdan ham shodlik bilan to'lgan orzular qanotida uchayotgan qadrdon maktabdoshlar va farzandi quvonchiga sherik bo'lish uchun kelgan hurmatli ota-onalar, ijozatingiz bilan davramizga bugungi tantana sababchilari, ya'ni 4-sinf bitiruvchilarini tantanali ravishda taklif qilsak. Dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay, yoshmiz bo'lgay, boshimiz ko'rsatgan yorug' yo'l. Bugungi bayram tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbati ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Sabirova Zeynoboga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Mana bugun 4-sinf bitiruvchilarining boshlang'ich sinfni tugatib, yuqori sinfga qadam qo'yish arafasida boshlang'ich bilan xayrlashish tadbiriga xush kelibsizlar. Barchangizni farzandlaringizning mana shu ko'rib, bugungi tadbirdagi tayyorgarlik programmalarini ko'rib quvonasizlar degan umiddaman. Har biringizga mana shu farzandlaringizning kamolini ko'rib yurish, yutuqlarga erishganlarni ko'rish sizlarga nasib qilsin va bundan buyog'iga bular murakkab fanlar o'tishga qadam qo'yaptilar. Albatta maktab jamoasi bilan ham nafaslikda, ham fikr bo'lib ishlaymiz degan umiddamiz. Barchangizga xush kayfiyat tilaymiz. Bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Barchangizni mana shu go'zal tadbir bilan tabriklayman. Albatta O'zbekistonimizning mana shunday yetuk farzandlari bo'lib yetishda ham bu farzandlarimizga yaxshi kayfiyat tilayman. Allohning mehribon nigohi tushgan jannatday makoni bordir o'zbekning. Oy quyosh talashgan, yulduz talashgan musaffo osmoni bordir o'zbekning. Musaffo osmonimizga ko'z tegmasin. Mana shu farzandlarimiz yangi O'zbekistonning bunyodkorlari bo'lib yetishga tilakdoshman. Bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Hozir esa o'quvchilarning yozilgan she'rlari bor. Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz davrida bir hamon yoshlar, chin yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz salom. Assalom. Salom odobning boshi, odob nur quyoshi, ta'lim huquqning yo'ldoshi, baxtga irmoq maktabim. Bilimlarning dunyosi, dunyolarning a'lochilar kitosi, mehr maktabi. Tafakkurning qaymog'i, ezguliklar sabog'i, saodatning oyog'i, boshda bayram maktabi. Bo'yli bugun shodiyona, qanday tantana, ko'zlar kular yangrar qo'shiq tarona. Yurtimizda bayramlar ko'p, to'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p, har bir damni misli oltin bebaho, qadrib kesamizga. Bu sayyora nomi yer quchog'i, jannat makon tarifiga siz ojiz yurtimiz O'zbekiston. Salom ustoz, salom muallim, bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqlol. Vatanimga xizmat etaman ko'klar sara parvoz, Xitoy talabkor ovoz, siz tufayli xotlar osmon dil Guliston.
Bu qanday sayyoraning mo'jiza tılsımlar, nomi qanday atalar, unda yashaydi kimlar? Hozir sizlarga savol beraman, sizlar javob berasizlar. Vatanimiz Mustaqil O'zbekiston. viloyatimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi. tumanimiz Beruniy tumani. ona qishlog'imiz Do'stlik ovul fuqaroligini hamda Qizilqal'a fuqaroligini. maktabimiz Qirg'izistonlik maktabi. davlat ramzlari tinchlik rizq ro'zimiz milliy boyligimiz istagimiz tinchlik, obodlik. maqsadimiz Xush kelibsiz do'stlar sayyoramizga, mehmonli o'zbek diyorimizga. bolalar vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan bu tug'ilgan makonim. Vatan bu siz bizga daxldor zamin. Vatan bu muqaddas beshigimiz. Vatan bu ostonaviy eshigim. Vatan bu onamning tunlar bedor aytgan allasi. Vatan bu padarimning qilgan duosi. Xalqim orzuga ta'sirga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyo uzra yurtga dog'i soladi. Damg'amizda buyuklik aks ettirilgandir bilingsiz, humo qushi yetaklar maqsad sari bilingsiz. Endi o'quvchilarimizni raqslarga beramiz. Farzandlarimizga omad tilaymiz. Kelgusi o'qishlarida farzandlarimiz baxtli, o'qimishli yigit qizlar. Baxtiyor muallim sizdan chiqasiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashuvchilari. Mana bugun 40-maktabning 4-sinf o'quvchilari boshlang'ich sinfni tugatib, yuqori sinfga o'tdi. Shu munosabat bilan bugun ota-onalar, o'quvchilar shuga yig'ilib o'tirgan ekan. Mening ham shu ichida nevaram bor. Ilohim shu yoshlarga baxt tilayman. Bundan keyin ham o'qishlari yaxshi o'qib, maktablarni yaxshi baholarga tugatib, oltin medalga bitirib, yaxshi o'quv yurtlariga kirib, o'quvlarni bitirib, elimizga, yurtimizga xizmat qilsin. Mana shu maktablarga ustoz bo'lib, elimizga katta bir mutaxassislar bo'lib kelib, ko'zga ko'rinadigan bir kadrlar bo'lib yetishaversin. Shunga tilakdoshman. Hammaning farzandlari shu yaxshi o'qishlarga kirgan, elimizga, yurtimizga xizmat qiladi. Siz növbətini Azad Abbağa verəmiz. Kızımız kutluwadayken sinflerimiz kutluwadayken rahmetimiz elmasına Hazır məktəbimizdə 4 karantis var, növbətini işlarına verəmiz. Özünü vurgənən hərəkətlərini göstərib verişədi. Qoşub dibərə gəl. Vatan için kırsın tam halkandır şanım. Onu dese şamalday uçlu samanım. Bor bulsam camanımdır, ölsem kefanım. Ben güberdilik menge takdiri azam. Kendim anışa,
bo'lmasanglar. Sınıfta tüketyapti. Kiyoshlik shakli to'rt burchak. 5 karga 5 25. Qishdan keyin yoz fasli keladi. Olma daraxtda o'sadi. Olma daraxtda o'sadi. Olma daraxtda o'sadi. Hurmatli otalar, ota-onalar, bugun bir katta quvonchli, katta hayajonli bayramdamiz. Sababi farzandlarimiz bugun 4-sinfni bitirib, yuqori sinfga, ya'ni 5-sinfga qadam qo'yishlar vosita topdi. Barchangizni ushbu quvonchli kun bilan tabriklayman. Qimmatli vaqtlaringizni ayirmasdan kelganlaringiz uchun hammangizga katta rahmat. Farzandlaringiz oldingizda sog'-salomat yurishsin, kelajakdagi ishlarida va o'qishlarida katta zafarlar tilayman. Rahmat hammangizga.
Ustazlarına minnetli rahmet, şubalar, terbiyeler, okudum. Nikahını çıkartmayın. Hemen yarısını Hazır o'quvchilarimiz, ota-onalar va ustozini tabriklashmoqchi. Marhamat. Alifga muallim.
ota-enalar hamda o'quvchilar. Men yillarga avvalgi san'at kollejini bilamizmi hammamiz? Hozir ixtisoslashtirilgan san'at maktabi bo'ldi. Ana shundan 4-sinfni bitirib 5ga o'tib o'taman yoshlarimizni qabul etib boshladi. Ana shu bo'yicha reklama etib keldim. Agar san'at sohasida qiziqadigan yoshlarimiz bo'lsa, xudo xohlasa 7 yil o'qitib, diplom berib, yetuk bir muallim etib, masalan, o'quvlarni kirgizuvga yordam etib, xudo xohlasa ana shu maktabimizda o'qituvchi yaratib beramiz. Agar maktab bo'lmasa. Rahmat e'tiborlar. Farzandlarimizga yaxshi xizmat etib, ustozimizga rahmat aytamiz. Shu ta'lim, tarbiya bermoqda. Assalomu alaykum, ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar, shirka va yurtdoshlarimiz uchrashgan va bundan keyingi o'qishlarda omad tilaymiz. Sizga katta rahmat aytamiz. Sizga da ishlaringizda omad tilaymiz. Allah'ımız kırmızı rahmet bırakırken şu statlarına katta rahmet derecege getirgen Zayıfçılarının katta yutuşlarını koru örgeçler sizlere koşup sizlere katta rahmet statlarına Bazı boğazlar yerden terbiyeler gelir. Rahmet, sizlerge katta rahmet. Hürmetli ata-analar, sizlerge de katta rahmet. Hürmetli vaxtınızda ayırmayın, kendinden farzandlarımız için. Kudayım şu farzandlarımız sağ olsun, iyi evvela. Katta oğul kızlar olsun. Gelecekte bir yetuk, kamil insan bolup yetişip, her bir özleri sevmek, kasb hudarning mohir ustalari bolup yetişsinler. Sağ bolup yursin, rahmat sizlerge de katta. Qo'limdan kelgancha endi bir ta'lim tarbiyasini berdik, rozi bo'lasizlar.